eshitmagan odam apparatda yurgan odam birdaniga apparatsiz eshitsa qanaqa bo'lar ekan? Doimo quloqlariga apparat taqib yurgan bemorimizni operatsiya qilganmiz. Mana 48 yoshli Farg'onadan bizga murojaat qilgan opaxonimiz. Qo'qondan, a? Necha yildan beri apparat taqqansiz? Mana 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri quloqda apparat taqqan, lekin bugun apparatlaringiz yo'q, a? Apparat ishib tashlagan. Sababi inshaalloh kecha 2 kun oldin quloq pardalarini yamaganmiz va protez qo'yganmiz, endoskop yordamida. Bemorimiz eshitlari zo'r, inshaalloh Alloh o'zi bilan mana eshityapti. Yaxshi eshityapsiz, a? Yo'q, yaxshi eshityapsiz. Eshitmagan odam apparatda yurgan odam birdaniga apparatsiz eshitsa qanaqa bo'lar ekan? Juda yaxshi, hozir yaxshiman, holatim yaxshi. Yaxshi nimadan chiqdim. Xudoga shukr. Mana shuncha yildan beri apparat taqsimdan tashqarida tovush buncha kelmasdi, mana kelyapti. Mashinalar tovushi ham, shovqin suronlarda ham eshityapman. Xudoga shukr. Rahmat shu ukamga. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudodan Bo'l, yig'lamang. Masalalari ulug' bo'lsin. Rahmat. Sevinch ko'z yoshlari. Duo qo'ysangiz ro'za Ramazon oylari masalalari ulug' bo'lsin. Bundan ham ortiq niyatlaringiz yetsin. Ro'za Ramazon oylarida Qo'llarini kamonini ko'rsin. Ilohim. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Ilohim. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsa, bunisini ham apparat taqishga kelaman, Xudo xolasa. Hamisha kasal bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ulug' bo'lsin. Eshitishingiz abadiy bo'lsin. Yaxshilik kunlarga buyursin. Qo'llaring dard ko'rmasin. Hamma ishda ishlaganlarga hammasiga uzoq umr tilayman. Farzandlarini, ota-onalarini baxtiga sog' salomat yursin. Alhamdulillah.